电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shunaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklov sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasetçi Nicat Veli Yakup. Çıraylık naqşlarımız bilan yan bir növbet İpek Gölü sadası programmasının mana şu nurluq sahnasiga jam bolduq. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundaqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Davlatlik 1-darajalik artist, xalqyar naqshchi İpek Gölü sadası programmasining bosh yetakchi ustozi Abdulla Abdurim apandim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Şinjan Uyghur Abdunum Raylık Partikom Teşviqat Bölümü Sabık Muavin Küzetçisi Şinjan Hua efendim hoş geldiniz, qarşı alınız. Devletlik 1-darajalik kompozitör, ataqlıq naqshchi, Şinjan Moda Muzika Jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi mutaxassis Ablat Abdukim efendim hoş geldiniz, qarşı alınız. Hoş geldiniz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Tashmuhammad Batur efendim hoş geldiniz, qarşı alınız. Hoş geldiniz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Kamil Jilil efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Olqishliq yosh naqshchi, kuy elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun xush kelibsiz, qarshi olamiz. Görürseniz azap ne hiç, dili avarga etmang, su içip kangan bes, su kızarga etmang. Bir de tetur bir doğum, aylanar çarxing talak, ko'ngliniz bo'lsin agar kishining yoriga aytmang. Ko'ngliniz bo'lsin agar kishining yoriga aytmang. Kim vapa görse cahandın, bağlarını gül kılıp, şu şirin küşlerini uykudan bidarga etme. Besle yaz sultani gülü, yaz kar ceylep
Pasli yoz sultani gülning yağız qar çeylep öter Şu besti qamdinizni Turta abgarga etman Okşamaz her kim görgeni Her kim beşidin ötkeni Okşamaz her kim görgeni Her kim beşidin ötkeni Her hoşal bulsanız Veyranıga etman Ger hoşal bulgan bulsanız Könlü veyranıga etman Ger hoşal bulgan bulsanız Könlü veyranıga Kadirlik görmen dostlar, 6. karar Altın Güher İpek Yolu Sadası programımızdan birinci basqıçı, yani tallaş basqıçımız başlanıştan ilgiri, yani avvalqıdak görmen dostlarga bu basqıçımızın oyun qaidasini tunuşturup ötay. Bu basqıçımızda bizning alayida takliflik 5 nafar yetakchi ustozimizning har birining 11 nafar mahirini qabul qilish huquqi bo'ladi. Uningdan boshqa bizning hurmatlik bosh ustozimiz Abdullah Abdurim efendimning har bir ustozga vakolatan birdan mahir qabul qildirish huquqi bo'lgandan boshqa yana o'zining eng ko'p bo'lganda 5 nafar mahirni o'z gruppasiga qabul qilish huquqi bo'ladi. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rmanlar, musobiqamizni rasmiy yo'sinda boshlab ketishdan ilgari oldi bilan bosh ustozimiz Abdullah Abdurim efendimning musobiqamizga bo'lgan tabriki ham shunaqla tilaklarini anglab boqaylik. Naq maydondagi qadrli ustozlar va suyumli savodashlar, Ipak yo'li sadasi yo'lga qo'yilgandan toki bugunga qadar 5 qaror musofini tugatib, hozir mana 6. qaror Altın Güher manziliga yetib keldi. Ipak yo'li sadasi programmasi Şinjandagi har millat tomoshabinlarining qizg'in olqishiga va yaxshi ko'rishga erishgan yangi davr Şinjandagi har millat xalqining orzu armonlarini aks ettiradigan yaxshi bir programmaga aylandi. Shu sababdan biz bu yerda mushu Ipak yo'li sadasi programmasidagi barliq a'zolarga vakolatan qo'llab-quvvatlab kelayotgan tijoratchilar va bizning eng qizg'in tomoshabinlarimizga cho'nqur salomimizni va ehtiromlarimizni, rahmatlarimizni yo'llaymiz. Men programmaning izchil ko'ngil etishni asos qilgan holda to'g'ri, adil yurgizilganiga va programma bosh ustozlik salohiyatiga ega bo'lish sababi bilan Altın Güher İpek Yolu Sadası programmasının bu qatimqi ustozlar gruppasiga va mushu musobaqaga qatnashqili kelgan barliq mahirlarga ko'ngillik bir xizmat jarayoni bo'sgan, inoq, qizg'in, o'zaro tushunishgan, ittifoq bir maydon musobaqa bo'sgan deb orzu qilaman. Ustozlar va barliq qatnashqchi mahirlarga zo'r utuq tilayman. Musobaqamiz başlansın. Musobiqamiz rasmiy boshlandi. Jutakis, botakis.
大家好，我是Nijat Nur Mehmeti, 来自乌鲁木齐。Yaxshimizlar ko'pchilik, men Nijat Nur Mehmet, o'zim Urumchidan, gençlik klublardan yaxshi o'qiyman. İpek Yo'li sadasi programmasi kelib bir imtihon berib boqay deb keldim. Menimcha bo'lganda bu sahna bizni o'zimizni bir sinaydigan, burun o'rganganlarimiz olsun, aytganlarimiz olsun, buning bir natijasini mushu televizor ekran orqali keng ko'rmanlarninki yaxshi bir bahasini, shunday ustozlarning yaxshi bahasini olganda o'zimizni bir xulosalab boqaylik deb. Öydeki cho'nglarga, ota-onamga, ayolimga, shundaqla meni kasbda qo'llagan barliq Allah'ın birodarlarimga, kasbdoshlarimga rahmat aytaman. 지린 먼고자 табынымға оташ батта ойығымға оташ батта мұңдаш кел ярым yo'g'ay yolg'izlikda bosh qotdi мұңдаш kel yarım yo'g'ay g'iriblikda bosh qotdi Yüreğim yanmay dağladım Kaçan oynayımız bağladım Yüreğim yanmay dağladım Kaçan oynayımız bağladım Мен elçiyedin uça Aygımga taş botta Aygımga taş botta Мұңдаш kiyel yarım yo'g'ay G'iriblikda bosh qotdi Мұңдаш kiyel yarım yo'g'ay G'iriblikda bosh qotdi Yüreğim yanmay dağladım Kaçan oynayımız bağladı Yüreğim yanmay dağladım Kaçan oynayımız bağladı Halıda parça bulutun Yağmur yığıp ötken yok Halıda parça bulutun Yağmur yığıp ötken yok Hoş gidertmem bir bulup Muradiga yetken yok Hoş gidertmem bir bulup Muradiga yetken yok Yüreğim yanmay dağlada Kaçan oynayımız bağlada Yüreğim yanmay dağlada Kaçan oynayımız bağlada Hiç geldin bu gıcığa yar gülün kemdi
içine İtkad gördüm kavşini Kürsatsun bu sacini Aklı yok bayının kızı Tunmayken adaşına Yol bolsun Her tarafka yol bolsun Baskan diyezmiz Dınlalı reyhan gül ünsun Baskan diyezmiz Dınlalı reyhan gül ünsun Dört göz Bay mı sen bay versen Dadının yatra çotsan Bay mı sen bay versen Dadının yatra çotsan Dadını bizge birip Başka tarafga kaçsan Dadını bizge birip Başka tarafga kaçsan Yanımda yol bolsun Her tarafga yol bolsun Baskan diyezmiz Dınlalı reyhan gül ünsun Baskan diyezmiz Dınlalı reyhan gül ünsun Dört göz Vay 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 Sübət və ünüm cəhətdə həmini qayil, həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsulları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşunda bösüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Biopentexnika Guruhi çəkiliş şirkəti Mayırlarga omad tilaydi. Qadrli do'stlar, suhbat va unum jihatda hammalarni qoyil ham moyil qilgan Oltin Göhər, Ay Göhər teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning güzəllik qurilishida bösish xarakterlik natija yaratgan mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli korxona Shanxay Göhər Biopentexnika Guruhi cheklik shirkati programmamizning tajdorligini oldi. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxona va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklik shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz havasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay cheklik shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Xinjiang Chuchjamati bilyard klubi cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüçi xanım qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan, sifat va fason jihatda xanım qizlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Voy, adaş girim üstellerin girim bölümlere toşkittin imda peyzi, ben koğanların rengini bir görüyorum. Adaş, Altın Göhər şirketinin Altın Göhər markasındaki bir yürüyüş teri asraş mahsulotini işletilayotgan. Bu bolsa Altın Göhər namlik saqlash birikmasigan. Bu bolsa Altın Göhər yuz tozalash mahsulotgan. Ish qilib danglamamay sen bir ishlatib baqa adaş. Shundaymi adaş, terlerin shunda paqirib, mavqonlaring yo'qab, shingib, oqirib ketsa, bana adaş bir o'ldirib men elishbagina bilib berib kelaylik parangish. Kir adaş. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklik shirkati Mayırlarga omad tilaydi. 尊敬的各位导师，下午好。我叫尼加提诺尔买卖体，来自乌鲁木齐。Yaxshimizlar, jafokor ustozlar, jafo tortishlar. Tininglar salomat bo'lsin. İsmim Nicat Nurmehmet, Örümcü'den geldim. Nicat o'zi nima ish qildigandi o Urumchida? Kesh qilib naqsh o'qiydi. Toshmatkam menga Hazratili gapni qilsin demoqchi. Hazratili Bakemlik ta'sir olar. xizmat qilish davasizmi? Og'zimni uchiga Aldırmay deysiz o'zini. Bizam bir tunishtirib o'taydi. O'zimni tunishtirib o'tay. Mening Eziti deb bir muzikli tamaqxonam bor. Shu tushuntirib qilmasak Nicat hozir cho'chib ketdi. Bu nima bo'lganda? Nima ish bo'layotganda deb. Demak, men hamda shu ba'zi o'zi muzika turib naqsh etadigan kesh klublarda
naq maydon naqsh muzikani yaxshi ko'radigan mushtaq bolalarni ancha-muncha talashqa vaqtimda mush gaplarni degan Ya hazır tili aşta çıkıp işlep eşer maaşını daygılı olam da hemen şakırat bikağımı ya bula bardıgan. Ya muvaffaq. Muvaffaq degine. Ya muvaffaqıdım aka 7-8 adam bu bir kunluk çıkım bilen yani ki sen Başmatga o'vash kerak mı hazır mı? Aka talış hazır başlaydigan gap bu ya. aval ya meni degine ma'lum sabablarni bir iniqroq qilib etsak bularning bular kelib berib bular ish o'rni bo'lmay qilib. O'ja tasodifiy yanimani qayta o'rlashtirib. Bo'lsinmi yoki chiqim hisob chiqimdan eshib ketib. Hisob chiqimdan eshib ketib. Manda qildigan ipi var onun için. Ders setkisi tüzüp 2 yılını bugün kilanlar 2 yıllık hükümet eğitimler. Bilet taşlatma. Orada dersler var orada. Bilet. Andaşlam bilet. Ya hazır. Ya tuxum chiqib talelik baramdı ya. Necat. Anda qilayli. Men ko'nglimda gapni bir qilma, agitmayman. Men boshqa o tarafini demayman. Agar mush ovozim orqali tuvanga tushadigan mush ovozimni xaslik bilan men bir yangicha bir uslubimni bir ko'tarib chiqsam bo'ldi degan mudda bo'lsa, mana mening guruhim qarshi oladi ukam. Rahmat ustoz. To'liq foydalanaymiz ovozdan. Bo'ldi, men ortiq gap qilmayman. Kasbimdan qarshi olaman. Niyat yana bir xaridarim var. Vallahi öğrendim. Necat bu nakş senin icat ettin mi ya qanday tizib olding buni? Dutlarda anlagan oldikisini, keyindikisini qo'shib naqmaydan qilib baqdik bir vaqt. Chiroyli qilib Bezopdan. Muzikasini ishiltib akeldim. Yaxshi. Asli oldingi san qatnashmoq idim, shu ba'zi sabablar tufayli kelolmadim. Buni biladi ma'lum sabablar tufayli. Bek chiroyli aytdi. Tashqimani akamma bek yaxshi gap qildi. Deydiganda men birisi bor degan. Shunga biz burundan bilishadigan bolalar naqshi yaxshi aytganligini bilaman. O'zingning arzoying bo'yicha hali bo'ldi Abdulla aka. Uzib levatsin. Ma ukamninki uslub xarakteridan ilib aytganda kimga tavalligini bilib turib Taşmehmet öğrüldü. Öğrülgendiği keyinki ma talışma xeli keskin bolup meningcha mushu Taşmehmet ukamninki bir o'ylig'ini var. Mush Necat haqqida-chu. Seni o'ylag'ayning Kamil. bormi yo'qmi? Meni o'ylag'ayim mashqisi o'ylag'ayim yetmayapti qolsa. O'ylag'ayim bor ketma bizdan. 你唱得很好，活跃了现场的气氛。我相信你这个歌声也能够给更多的人带来欢乐。我看几个老师都在争你啊，都在争你，说明你很有实力啊。谢谢老师。你有没有实力？ Tirishma. Endi bu bolalarning hammasining o'zining o'rni va nurg'un o'ziniki yaxshi ko'rib ishlayotgan, qadrlanayotgan o'rnlari bor. Mening maqsadim faqat u emas. O'ylagan sharoitlarni ancha-muncha deyishim kerak deb men o'yladim. O'ylaganlarim. Ancha-muncha o'ylaganim erkin ozoda hamda. To'g'ri. Bizni joyida. Biz to'g'ri tushunamiz sening bu hissiyotingni. Hech bo'lmasa u yer bo'lgandan keyin paylan qilsdikda u yer. Ha, qanday ishlasak, ustozning birini tanlig'ini tanlaydi. Gerçi meningki sakni ifodam bak yaxshi bo'lmasimi, ustozlarning yaxshi ba'zi. Yana bir qitim ko'p rahmat. Ko'ngli yaxshi ma'lumlarning. Hammalarni hurmat qilaman. Mening oxir tanlashim bo'lsa Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'i o'xshaydi. Xo'shallik izlaguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Qani, cho'ng ustamning samovar cho'rpisini mazza qilib bir yayla mehmonlar. Vay, besh o'xshab qolsin. Vah, haqiqatan bek o'xshabdi. Ta'mi o'zgacha, yemak-ichmak odatimizga moslashgan, cho'ng kichik hammaning tilida qoldigan bundoq esil ta'mni siz faqat mana shu cho'ng ustam tetib qo'llaridan topa olasiz. Hey balla, anglasam cho'ng ustam tetib qo'llaridan mashina oltin uzuk degandek mukofotlar chiqib yetibdi deydi. Bu gap rostmidi? Shunga men mana biringlarga birdan og'ash keldim. Mukofot chiqib qolsa talishib qolmayli yana. Cho'ng ustamdan sizga omad kelgisi kelsa, mana shundoq oddiy ish. Xaltining og'zini ochdingizmi, omad qo'lingizga sakratli chiqadi. Vah, qaranglar rostla. Rostgan bu. Bizni ichib boqaylik. Ha, mashina. Bir rost mashina chiqibdi.
Çoğun ustam tehdit kollarının şehrin lezzetinden hozurlanğaç, onun içine yoşurulgan katta mukafotlaringizni elib edin. Sınap beqin. İşinimenki bu yıl sizge çoğun çoğun ustamdan katta amet var. Çoğun ustam samaver tehdit kolu. Çoğun ustam. Sağırıp pişқан үрікнің таза мәй бағылған yerден jamның қақ suyunu tayarladı. Şu yılları 75'te oturup yegen kökçünün təmini jamның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu jamdı ba. Biz içip köngen, balılıq çağlarımızda öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Jam. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qqila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. İmzar uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. İmzori kiyimlari. Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübü fakat ticaret sorunu bulup kalmay her tavallikteki musabıka noktamızdır. Köngül içiş, musabıka, sahne, azadı muhit, rahat kayfiyat birleşken Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübümüz biliyat kızgınlığını yuqur götürüş ve xeridalarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübü çeklik şirketi. Ben Baxtiyor Mahmud Tuş. Tuş Cemiyeti hemimizin cemiyeti. Qani birlikte Tuş Cemiyeti'de cem bolaylı. Hanım kızlar, alemnin kuyaşı. Dil kanının engiş teri. Dilkar kiyimleri, ana shu angishtar kabi xonim qizlarning esil yarışıqıdır. Dili ah, gül yüzlerinin yarışığı, dilkar kiyimleri. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagillik aksıl yürüşlüki, sümürüş çallıqı yuqori kollagillik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqori götürüp, qoruq tushishning oldini oladi. Teri hücayralarını ozuqliq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagillik aksıl, altın göher kollagillik aksıl yürüşlügi. Haşmet Bakır. Biz vaqtni keyniga yandira olmaymiz. Biroq xo'shal kayfiyatda balalarcha xo'shallik bilan yashashga imkoniyatimiz bor. Muborak bo'lsin. Naqshlaringiz sahnamizda uzoqcha yangirg'usi. Nicat Nurmehmet inim o'rinlagan Bo'tik ko'z degan naqsha jumladan biz 3 ustozni xeyli bek talash tartish qildi deb qarayman. Chunki mushtaq töven ovozda naqsh etib, tövenlarga to'liq opirib, mana o'rindaydigan balla bir qadar kam. Jumladan men mushtarak bir balla mening guruhim kelsa, guruhim yana yuqori ovoz naqsh ettirgan balla o'zaro bir hamkorlashtirsam, yangicha bir asarlar chiqarmiki, yangicha bir natijalar bo'larmiki degan umidda men bu Nicat inimga bek ching turdim. Ahirda Nicat inim yana mening guruhim keldi. Cho'qim o'zaro o'rganish yo'lida bu inimiz yaxshi bo'lgan asarlarni chiqarib, musiqani orqali o'zini tontalaydi degan ishonchim bor. Bugun avamo 5 so'roq keldigina bizni uyga ketib qo'ymayman-da. Aka uyda ham-da sirtda yesakchi. Afka, unda degina bilan bizni uyda cho'ng ustam markasidagi samovar sho'rb tetit qo'ysa, ochiq pintos tetit qo'ysa, quruq qozon sho'rbisi, hammasi odam 5 o'xshaydi-mi? Ha, rost degandek samovar sho'rb tetit qo'ysa, Italiya cho'pi gango hammasi bor ekan. Men cho'ng ustam baklamroq uydan yelayapsan. Necha qilamda? Aka, turayapsan. Rayonimiz təvəsində yemək-içmək saatidəki başlanmış karxana Şinjan Ərdənbağ yemək-içmək pay çəklik şirkəti Mahirlarga omad tilaydi. Növbətni əmdi Xumar degan naqshga berayli. Xumar degan naqshga. Daja Havaja Nurali Auto Lazy Baçuşyen. Yaxshimizlar ekrandagi bar tomoshabin do'stlar. Men Maral 5 diyardan kelgan naqsh do'stlarni Reli Out'ni ularga 30 salomlar bo'lsin. 6-qara İpek Sadas programmasi qatnashishga, shu üzəmdə bo'lgan artistliklarni shu sahnada bir namoyon qilish, üzəmdə bo'lgan kamchiliklarni shu sahna orqali tunib yetish maqsadida bu programma qatnashdim. Men odatda shu xalq naqshi, ommabop uslub naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. 6-qara Oltingar İpek Sadas programmasi qatnashda eng oldinlar shu ota-onam, el og'in do'st birodarlarim shu yurtdagi
qarindoshlarım menga yaxshi madadlarni, yaxshi tilaklar bilan menimcha yo'l sog'lig'i uchun rahmat aytaman. Ibek Sodas programmasiga qatnashib hayotim burilish nuqtasi deb qarayman, chunki men yana bundan keyin nimalarni o'rganishim kerak, ya'ni qaysi joylardan tirishishim kerak degan ustida o'zim yaxshi o'ylana olayim deb qarayman. Qilib qo'yga o'xshaysan xumar, meni tatliq qarashlaringga. Qilib qo'yga o'xshaysan xumar, meni tatliq qarashlaringga. Künüp kalgan okşaydı yürek, senin meni ayaşlarınga. Künüp kalgan okşaydı yürek, senin meni ayaşlarınga. Deydiğa bu kaldım seni, cismimden gerek bulgandek. Bir görmesem çıdımaz buldum, bulbul gülge kumar bulgandek. Telefeyizga, telefeyiz kurdu. Yelpip ütse saçını şamal, şamaldın mı küllüğüm kiler. Yelpip ütse saçını şamal, şamaldın mı küllüğüm kiler. Gah külmen xiyalımdı sen, gah sığınıp yığılığım kiler. Gah külmen xiyalımdı sen, gah sığınıp yığılığım kiler. Korkuyduğa bu kaldım gece, sensiz damlar atmaydıgan dek. Daim sokar ritimsiz yürek,
Easy. Şinjan imzar kiyimleri mayırlarga omed tilaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, oldingi qarar programmalarımızga o'xshashlam. Bizning 6-qarar Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamizda natijaga erishgan mayirlarimizga tayyorlagan mukofot buyumlarimiz ajoyib katta. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har Biopan texnika guruhi cheklab shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Chong Ustam yemaklik cheklab shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü dereceli mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Herdembaq yemek-içmek pay çeklik şirkati cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. dereceli mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 5. dereceli mukofotga erishgan mayirni bo'lsa Xinjiang Chuish jamiyati bilyard klubi çeklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Onun başqa 6. dereceli mukofotga erishgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. dereceli mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. 大家好，我叫Nurali Avut,我来8主线。Yaxshimisiz, sevimli ustozlar. Mening ismim Nurali Uzem Maralbeshdan. Bo'pti, Maralbeshdan bo'lsam. Nima ish qilasan? Men Uzem hozir shu kechlik klublarda shu naqsh etib. Urumchidami, Maralbeshdami? Makitda. Voy. Xizmat o'rni Makitda o'qib. Şu unudan başka, şu nakşi etişten başka, yani qo'shimcha ishlayapmi? Yo'q. Birinchi o'rindagi ish bu shukanda da bo'lsa. Mabalada umid bor. O'zingning hozirgi hissiyotlaringni bir anglab baqili qani? Qarasam, men o'rilmay qolgan bo'lsa, men tag'in ish ketmay deb, shu biroqla oxirida qaraydi, naqshab tugaydi vaqtda qarabdi. Bu to'g'ri. Minil dorgandan keyin Keçip ketadi ekan. Bu inim asli maralishi bizning bir jutliq ekan. Ya uni peshonasiga yezib qo'ymaydi ekan. Ovoziga yezib bir yandirga. Naqsh etib-chi. Undaqkan maralish. Asta. Yaxshi. Nihoyatda yaxshi ijro bo'ldi. Hamda men qisman bir ma'lum bir sababli bilan o'rlamay qolgan bizniki mush o'rlanmaslik sabablarimizni to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz, lekin yaxshi bu o'yinimniki obdan ijro qildi. Bundan keyingi bosqichdagi natijalarning yaxshi bo'lib ketishiga ishonchimiz bor. Ha, Nurali ukam, xush kelibsiz. Rahmat. Sahnamizga. Men abay xuddi Abdullatkam degandek, men ma'lum sabablar tufayli o'rildimmi? Chunki men naqshini o'rinlash jarayonida izchil astoydil anglash jarayonida men enimda endi zo'r o'duq ishlar bilan balkim ifodalayman degan hissiyotlarimni to'liq ifodalanmadi. Bu balg'a sahna oldida o'tirgan o'rinlar besim ep kelyapti. Mencha agar mush o'tgandan o'tib ketsa, bu enimda cho'qim texmi yaxshi bo'lgan o'zininki xosligini alayligini chiqara oladigan bir jur'at paydo bo'ldi degan umid bilan mening guruhimga kelsa cho'qim shu kamga shunda umidni bera olayman degan ishosh bilan Nurali ukamga bir fursat beray deb men o'rildim. Rahmat. Mening guruhimga kelib yetaklashim ostida tang yaxshi bo'lgan asarlarni mush sahnamiz orqali ko'rarmanlarga sunishga harakat qilishimizni umid qilaman ukam. Guruhim kelsangiz men qarshi olaman. Rahmat. Ben abay avazınızın anlaş jarayonida manda bir narsani his qilib qoldim ukam. Hozir shu naqshchi bolalarımızda asosan saqlanayotgan masala bu. Töven ovoz rayoni boshqacha ovoz tusida, yuqori ovoz rayoni boshqacha ovoz tusida. Anadekin yuqori ovoz rayonida biroqla qisiblam inchiq bilan chiqaradi-chu ovozni. Amaliyotda buni o'zgartgili bo'ladi. Undaq biz qiynalishning, undaq injiqlab, beorom holatda etishning hojati yo'q. Mushning bir prinsipi bor, qoidasi bor. Agar mushuni mening guruhim kelsangiz, qanday qilganda mushuni texnik rohat holatda ust ovozga yo'tkalaymiz. Bu yerda bir ko'rik bor-chu. Mushu ko'rikni qanday solamiz? Andan keyin sizning yumshoq ovoz bilan mush ovozingiz shunday yumshoq, shunchalik silliq, elastik qilib ekan-chu. Lekin yumshoq bo'ldik deb nafas to'xtab qolsa bo'lmaydi.
Bu nafas xuddi bir qimmat mashinaga o'xshashchu. Masalan, azam mashina bilan qimmat baholiq mashinaniki motori farqlandichu. Oylanish o'xshamaydi. Rahatlik o'xshamaydi. Masalan, bizning Naqshchininki motori nima desangiz shu nafas. Hozir yumshoq ovozda azboz nafasni to'xta qilish borchu. Aslida nafasga yana to'xtamay bulduqlab aylanaverish kerak. Napash u yumshoq ovoz bo'lsin, mayli uzun so'zdigan ovozlar bo'lsin, nafas yana go'rildab mingaverdi. Mashina 20 ga 30 ga tushasak, lekin yana mayni beraveramiz. Motor aylanishni to'xta qilib bo'lmaydi. Mushu masalalarni biz hal qila olamiz deb o'yladim. Mening guruhimga kelsangiz, biz yana hal qiladigan nurg'un masalalar bor. Nurali necha yoshga kirding hozir? 5 yil. 23 yoshga. Biz hozir men 23 yoshimda qanday naqsh aytadigan bo'lgandim deb o'ylab baqsam, senchilik naqsh aytolmaydigan o'xshayman men. Ra'os pishibsan sen mush yeshangda-chu. Aygul Ma'lum degan gap men takrorlashimning o'zi yo'q. Men naqshangdimi? Tuvanga tushadigan yeri bor-ku. Aşağıda tuvanga tushalammi, tushanmasmanmi deb sal ikkilanish bor. Sen o'zing ovozing yuqori bo'lgandan seninki. Aşağıga kelganda azroq shu nafas siqilish bor-da hamda. Ustozlar bizga o'rgatganda tuvanga tushalgan ovoz yuqoriga chiqa oladi. Yuqoriga chiqqan bilan tuvanga tushish tez deydi. Shunga mening ko'rapam kelsan, mening ovozimning nega tushadiganligini bilasiz degan hamda. Shu ash masalani men aytmay hal qilish güzel yetadi. Yetmasa ustozlarimiz bor. Nurali bu ijodiyat naqshmi bu? O'zimning ijodiyati yaqin tarqatgan. Aha muzikasi o'zimning ketdi. Men ashtaroq his qildim. Men ish qilib bek anglab o'tman, ash yangi chiqayotgan yoki burun bo'lsin ish qilib qarsam shu yangi bir naqshida his qilib ondan boyatdan ustozlar degandek ay tuvan yaga kelgan chog'da ovozini sal mayliqi o'zim toza mishani nurli cho'qim yaxshi bir qiltamki deb va keyin his qildim shu bir jiddilish borkan lekin haqiqatan bak yaxshi aytdi nurli men ikkilanib qoldim. Sal bozoq kechikibroq kirib qolibsan. Sal kechikib qoldim. Buni hamda hammanglar tang aylanib ketgan bo'lsanglar, talloq boqqa kirib qolib yomon qiyinchilikda qolibdi. Yilimi xili dadva mabalning. Qaydoqlar jiddiy. Tashqamni gap qilaysiz cho'ng hamda. Tashaysiz texe ustoz. Shu hozir buni hamda biz amal bor gap uzunroq o'zdavatda o'ylashib olsamdi. Nihoyat yaxshi. 虽然有点紧张，但是他的基础很好啊，基础很好，声音很好，很有培养前途。好，谢谢沈部长。Ahir qararni o'zing chiqara. Aldoda men mushta yaxshi bahoni bergan barcha ustozlarga rahmat. Hemen shu o'rinni aylandigan ustozlarimga ko'pdan ko'p rahmat. Mening ham o'zimning kichigimdan mush yaxshi ko'rib aytgan narsalar mush ommabop uslub xalq ahangidagi narsalarni yoqtirib aytman, shuni anglashni yaxshi ko'raman. Mening oxirgi tanlashim tayyorlig'ingiz qandaroq? Tayyorlig'im yaxshi o'tadimi? Mashq qilib chartdingiz, sudum jinitdingiz. Voy rahmat. Nima uchun ekan bu? Bu-chi Abdulla Abdurahim ustoz obraz vakildagi jam ko'kchi quvasi. Tetib boqayman. Va vashi, ne qo'g'in kajma? Ajab bezgan. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtoq kuch chiqarib kelayotgan Shuish jamoati bilyard klubi chekishirdi. Mayirlarga omad tilaydi. Kamil Jalilov. O'z yaxshi ko'rgan kasbga ajr qilish eng katta muhabbatdir. Muborak bo'lsin. Tirishchiliginiz bilan san'at yo'lingiz texmo parlaq bo'lsin. Nurali kelsak, xumar temsidagi naqshini olib kelibdi. Nayt yaxshi aytdi bu. Bulab avjisi kelgan o'zining ovozini ifodalash nayt yaxshi bo'ldi. Nuraliga men burunda diqqat qilaqlaqmish. Do'yin do'lamdi, har xil taraf qildi bu. O'zining ijodiy naqshlarini, mayli xalq naqshlarini, ommabop naqshlarini aytib turganligini ko'rgandim. Ovoz doirasini aytib kengri, ovozini nega ilib mas shu yerga mang'angan bir balaka. Mening guruhim kelganligidan intayin xush bo'ldim. Bundan keyingi taraqqiyot yo'liga yaxshi omadlar tilayman ham yaxshi naqshlarni berishga tirishaman.
Adaş bugün ben kilişke var küssen o. Adaş bugün toy qiqas var deb imzadan kostyum setib olgandim deydi. Ya, hem imzanı sağamım, hem imzanı sağıp gelme cilet kılır var ki adaş. Pezke. Toy qılmağam. Toy qiqas berib kelmem. Adaş birlik. Rayonimizda güzellikni söygüchi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim-qizlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari mahirlarga omad tilaydi.一天也不曾离开，我的心紧紧贴着你胸怀。多少年风雨兼程，你给了我最温暖的现在，每天都感受到爱，我的梦因为你变得精彩，走过了万水千山，你的每处风景都激荡我心海。亲爱的中国，我的爱，一路春风走过来，真心祝福国泰民安，愿你生生不息，春暖花开。每天都感受到爱，我的梦因为你变得精彩，走过了万水千山，你的每处风景都激荡我心海。亲爱的中国，我的爱，一路追梦想未来，与你同行，我心豪迈，要让世界看到我的风采。亲爱的中国，我的爱，一路追梦想未来，与你同行，我心豪迈，要让世界看到我的风采。Sifat ve ünüm jihatda hammani qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning güzellik qurilishida bosish xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har biopantexnika guruhi yetakchi sherifi mahirlarga omad tilaydi. 尊敬的五位导师，阿布达老师，你们好。
我是来自南京艺术学院天心音乐剧学院的音乐剧演员和流行音乐歌手。我的母校至今建立已有111年的历史了。这次我也非常荣幸能够受到丝绸之路之声的邀请，前往新疆来交流与学习。原来是个嘉宾，嘉宾，我还以为第一声音就是哎呀，遇到了一个好学员、好声音，赶紧转身。对，非常好的声音。如果我是学员的话，我也非常愿意加入您的战队。这非常感谢，很荣幸。好的声音就是第一句一听就听出来了哦，那么美，声音特别美，音色很美。是嘉宾还是学员，然后就一听就是哎呀，遇到了好声音，就赶紧转身。谢谢。遇到了好声音啊！对，他是一个音乐剧演员，他还喜欢唱这个流行歌曲。之前我们在南京，跟他见过面，我知道他特别热爱自己的专业。特别热爱自己的舞台，他一直在努力。我也知道他的一些成绩，在南京参加过几个比赛，也获得过很不错的这个奖。现在还在学院学校？已经毕业了。已经毕业。就是从事音乐剧演员的这条路和流行音乐歌手嘛。好的，有机会我们期待一起合作啊！感谢老师。记住了你的声音，谢谢老师。那百年时光，对那个音乐剧，他也是主演。百年时光有陈伟雅导演。陈导，著名的陈导。我看到你的演出，就感觉你有一个特别大的优点，一直在发光，很快乐，很阳光，给人的感觉特别舒服。谢谢老师。这小伙子确实特别舒服。你不知道他，毕业以后，他正在努力的把这个音乐剧方面的这个知识要，更加丰富。他这来新疆的目的也是多看看，多交流，要学到一些他这个年龄该学到的所有的知识，体验生活。新疆欢迎你，感谢，因为新疆欢迎你，对，就是想到新疆来学习一下新疆当地的音乐，跟我们那边的不同之处，而且新疆的音乐剧发展的确领先了我们。以后我们多交流。对，你要是能有时间，你就多来新疆。我们也特别期待你的其他的作品，和音乐剧，我们想看你的音乐剧啊。对，如果我有好的音乐剧的话，一定首演放在新疆。欢迎，谢谢各位老师。Adaş nima qilyapsan? Telefonda taychi o'ynab adash shu. Voy, telefonda o'ynag'ich, menga bir rost taychi o'ynab kelmamdoq. Nada o'ynaymiz? Tush jamiyati bilyard klubiga borib o'ynaylik. Bu yerning ichimi kengri, ozoda, muhitmi intayin yaxshi. Menga mahoratingni bir ko'raylik. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, ketibbu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 渴望dan başlamamdık aka. 渴望。大家好，我是来自阿克苏乌市县的一名小学老师木叶塞尔安瓦尔。Salam san'at beg'idagi tihkor ustozlar, kasbdoshlar, hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Men o'zim Aqsuv Ushturpandan, ismim Muyassar Anvar. Mening 6-chi qarar Oltin Go'har Yipak yo'li sadosi programmasiga qatnashishga turtki bo'lgan asosli sabab bo'lsa, mening shu kichikimdan o'zimda bor bo'lgan shu naqshiga bo'lgan o'tdak ishtiyoq, qiziqish shundaqla shu ustozlarimizning bir qimmatli taklif fikrlarini anglab beqish hamda kasbdoshlarimdan o'zimda yo'q bo'lgan ortiqchiliklarni o'rganish uchun mush sahnaga yetib keldim.
Men odatda xalq naqshlarini shundaqla shu xalq ohangi tusini olgan naqshlarni aytishni bekrak yaxshi ko'raman. Mening 6-cı qarar Oltin Göher İpek Yolu Sadası programımızga qatnashishimga oldi bilan mening ota-onam, qarindoshlarim shundaqla mening atrofimdagi do'stlarim menga yaqindan madad berdi, qo'lladi. Men mush ekran orqali ularga chin ko'nglimdan minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Rayonimiz təvəsində yemək-içmək saatidəki başlanmış karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək pay çəkisi şirkəti Mayırlarga omad tilaydi.
Qadrli do'stlar, sifat va unum jihatda hammanglarni qoyil ham moyil qilgan Oltin Göher, Ay Göher teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bo'sish xarakterlik natija yaratgan, mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli korxona Shanxay Göher Biopantexnika guruhi cheklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxona va inoq oilalarga sig'ib kirgan, tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklik shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay cheklik shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüçi xanım qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan, sifat va fason jihatda xanım qizlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Odaş bu İpek Yol Sadası programımızga çıktık. Lekin sahneye çıkanı nemi kiyim giysem bola beşim acep katdı ya. Oy adaş şundan ensirep ketdi ama aygılı olan ustaz obraz vekili bolgan Dilkar kiyim keçekleri hanım kızlarımızdan aldın talış bulup gelmekte. Süptün bek yaxşı, pasonun bek sarxıl. Aş Dilkar kiyimlerden bir hepasını tallap giymemse adaş. Nimda yaxşı jüre bile baraylayamsa. Xinjiang imzor kiyimlari mayırlarga omad tilaydi. 尊敬的各位评委老师，你们好，我是来自阿克苏乌市县的一名小学老师，我叫穆耶塞尔安瓦尔。Salam san'at beg'itga tövbkar ustozlar, hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Men Aqsu Ushturpandan kelgan boshlang'ich maktab o'qituvchisi Muyassar Anvardan hammanglarga o'tliq salom. Ko'rdingizmi, Muyassar sizga qancha ma'lum berildi? Ko'rdim. Kimlar? Ablat muallim bilan Kamil muallim. Voh, nim degan yaxshi mana. Nim dars bersiz? Muzika dars berma. Kovan degan bu naqshni siz qachonlarda yurib o'rganib olgansiz? Menimcha bu televiziya filmi ne bu bolalar ko'rmagan bo'lishi mumkin. Bular ko'rgan, biz isimiz bor. Biz mana kichik vaqtlarimizda u. O'sha avlat bilan juga ish qilib topshiriqlarni vaqtida ishda o'tib, qalig'i samanni sepib, o'tanni yeri o'tib, ya uni uyiga ya meni uyimga kelib dal vaqtida kunda ara 2 qism berdi degina. To'g'ri. Mana shunda qo'g'lab yurib ko'rgan Deniz Junior naqshisiga. Bana ta'sir qilgan tarafi birinchidan shu televiziya filmi shu bizdagi bola vaqtlarimizdagi bir yaxshi asar tanlabdi endi bo'lsa. Ash eslimi bo'ldi. Shuni rostla esimga bir esladim shu vaqt shu davrlarni. Anondan keyin ijroda bir anglabla bir tarbiya ko'rgan kasbiy ovozligi ma'lum. Ba'zi yerda sal qattiq ketdi, ba'zi yerda joyida bo'ldi. Ovozning kuchi bor ekan. Mening his qilishimcha. Mushu taraflarni ko'rsatib turib, bundan keyingi bosqichda mushu ovozni bir alayda bir yetaklash orqali yaxshi bir yana bir tarafini bir namoyon qilib ketish imkoniyati borligini his qilib o'tirib o'rildim. Agar xohlasa bizning guruhga bu mayirni qizg'in qarshi oladi. Rahmat. Bunda chiroyli aytdingiz. Ablat ustoz degandek ovozingiz muqimlik bor, qiyish yo'q. Hamda azroq shu jiddiylik bilan nafas almashtirish jihatdagi u masala. To'g'ri. Buni hal qilgani bo'ladi deb o'ylayman men. Hamda biz yoshimiz kichik bo'lsa-mu, ustozlarning yanida ustozlardan talashishga haddimiz emas, lekin o'zingiz ham qilgan. Bo'lsa hamda. Ular qasam menimiz kelsa cho'ng ustoz sol tarafimizda turibdi. Rahmat muallim. 90'lı yıllarınki beşide 流行我干不人那些，这个渴望这首歌呢，是流行于上世纪90年代初啊，上世纪90年代初，我那时候刚调到自治区党委办公厅，那个时候新疆的各个民族，不管是哪个民族的，都喜欢看这个电视剧《渴望》啊，听了这首歌呢。又把我们带回到了上世纪90年代初，那种感觉确实令人激动。几位老师的评语，我觉得非常到位。唱的也很好，但是略微有点平淡了一点。
就是唱这首歌呢，我的建议啊，以后唱这首歌呢，最好把这个电视剧从头到尾看一遍，我想你会唱得更好。希望你继续努力。 O'zingiz qaysi maktabda o'qiganda? Keyin shu san'at cho'yinga cho'nglar marbiga bilim shug'ul kelgan. Ha. Keyin degini o'zi bildiga yer. Uni oldidan bir o'qish tarixi bor. Bo'pti. Ammo Yassar endi gapni jiq qilmay, siz ma'lumdan birini tanlanga. Oldi bilan mishada o'ltirgan barliq ustozlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Mushundaq bir katta sahnaga chiqib degan mush bir naqshamni ijro qilishga fursat yaratib berdinglar. Shundaqla o'zinglarning qimmatli taklif fikrlarini bergan oldin shunchalik xursand bo'ldim. Menlarga rahmat armag'aysizlar. Men bugun tanlamoqchi bo'lgan ustozim Qani, cho'ng ustamning samovar cho'rpisini mazza qilib bir yayla mehmonlar. Vay, besh o'xshab qo'ymoqsiz. Vah, haqiqatan bek o'xshabdi. Ta'mi o'zgacha, yemak-ichmak odatimizga moslashgan, cho'ng kichik hammaning tilida qoldigan bundaq esil ta'mni siz faqat mana shu cho'ng ustam tetib qo'llaridan topa olasiz. Cho'ng ustam samovar tetib qo'li. Cho'ng ustam. Ha, dal mush ta'm shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundaq payzmikan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga maykilan. Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. Göher armanlarını rastalla qo'l bilan tutqili, ko'z bilan ko'ngil bo'ladigan Göherga aylantirdi. Bu Shanxay Göher guruhining bosh mudiri Göher xonimga berilgan oddiy, lekin chin baho. U top-to'g'ri 21 yil tirishish orqali G'ulji nahiya bozoridagi asldagi 80 kvadrat metrlik Talla bozoridan taraqqiy qilib, bugungi Xinjiang Oltin Göher xalqaro savdo cheklik shirkati, Xinjiang Oltin Göher biopantexnik taraqqiyot cheklik shirkati, Xaynan Göherga xalqaro biopantexnik cheklik shirkati qatorliqlardan tashkil topgan 100 dan ortiq ishchi xizmatchisi, 200 dan ortiq amaliy do'koni bo'lgan Göher guruhini barliqqa keltirdi. Mana bular Göher guruhining davlatimizning girim buyumlari ishlab chiqarishidagi boshlamchi korxona Shenzhen Lanting guruhi bilan birlashib, Xinjiangning jug'rofiyalik sharoiti, iste'mol odatiga qarata ilmiy tadqiqot berib, bu rayon kishilarining teri aloyiligiga qarata maxsus dengiz jonliqlarini xom ashyo qilib ishlagan, kamni to'liqlash, ortiqni tamponglashtirish roliga ega oltin Göher teri asrash yurishliklari. Göher guruhining Shanxay Chuanli guruhi bilan hamkorlashib, butunlay avtomatik, odamsiz muhitda maxsus o'simlik javhari bilan odamga uni xom ashyo qilgan alohida teri yashartish iqtidoriga ega Oy Göher teri asrash yurishliklarini ishlab chiqarib, 200 xildan ortiq mahsuloti bilan rayonimizning go'zallik qurilishiga to'kib qo'shib, yeshil mahsulot nomi bilan davlatimiz girim buyumlari sohasida ta'sir kuchi zo'r marka, eng danglik marka, saxovatchi korxona, 3A darajalik ishonchlik korxona degan sharaflarga erishib, mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli bo'lishda korxona ro'yini namoyon qildi. Shirkat sirtqi qarta setishni teziltishdan avval ichki jihatda tarbiyalashni kuchaytirib, sistemlashgan muntizam qo'shinni barliqqa keltirdi. Qarallik holda cho'lponlar hamkorlik faoliyatini o'rinlashtirib, xalq yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan mahsulot nom kartasini birlashtirdi. Yo'l mangansir ravon bo'ladi degandek, Göher guruhi yaqinda yuqori texnikalik tajriba tadqiqoti asosida Göher markasidagi hormondan xoli Boniausan tarkibli kollagenlik oqsil peptid ichimlik va Göher koenzim Q10 yumshoq kapsula qatorliq sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarib, bu sohada yangicha taraqqiyot bosqichiga kirdi. Göher liderining jafosiga davr ritmi Shanxay energiyasi birlashib ketgan. Dunyoda faqatla mag'rur yagona birli Shanxay bor. Shanxayda yo'ruq yulduzdek chaqnab turgan Xinjianglik Göher bor. Shanxay Göher guruhi. Qiziqishning oldida arg'inlik hech gap emas. Lekin yangilik ba'zida qizg'inlikni besib tushadi. Hammani besib tushadigan bo'lsa, yangilar Katran Aytoqchi. Ishonmasangiz, yapaqallardan so'rang. Chunki uning lazzatini yapaqallar biladi. Katran Aytoqchining ta'miga kim chiday oladi? Katran Aytoqchi. Tashqin demek vücudumga kuch quvvat
Aşkın derdi sağlamlıkın gammede. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Hanım kızlar, alemnin kuyaşı. Dil kanının en güçleri. Dilkar kiyimleri, ana şu en güçler kabi hanım kızlarning esil yarışıqıdır. Zilva boylarınızga yaraşkan dilkar kiyimleri bilen özgü dillani mahliya aylan. Dilimde bir yar, tanlışım dilkar. Dili ah, gül yüzlerinin yarışığı dilkar kiyimleri. Abla Kemal'im. Faqat tirishchanlik ko'rsatsak-la, hayotning bizga beradigan fursatlari intayin bo'lgan. Muborak bo'lsin. Bu fursat bilan boshlangan kelgusingizning yaxshi natijalar bilan davomlashishini umid qilamiz. Müyesser Enver bu kızımız özü asli Aksu Üçtürpan'dan ken özü hem şu kesipte okup müzik o'qituvchisi, müzik ma'rif xizmati bilan shug'ullanayotgan. 6. qarar İpek yo'liga Kıvan nomidagi bir bizningki balalik davrimizdagi bir televiziya filmninki asosiy naqsini sahnaga elib chiqdi. Bu qizningki bu naqsha aytishdiki ovoz tusi, ovozninki hali kuchi bor. Ondan keyin mening es qilishimcha ham milliyatlik tarafdan ham ommabop tarafdan o'xshash yo'nalishda taraqqiy qilish imkoniyat bo'shlig'i bor deb qarab, bu naqshiniki ta'siri menga yaxshi ta'sir qilgan bo'lg'achqa bu naqsh orqali men o'rildim. Buning bilan bu muyassar mening guruhimni tanlab bizning guruhning bir nafar mahir sifatida bizning guruhda qolib qoldi. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Shuish jamoati bilyard klubi chekishirdi. Mayirlarga omad tilaydi. Evet, naqshimiz Ozg'on yurak. Şunca talmursen sana kılmedin eren Tozidi söygü gülü sen kettin yot bilen Ne günahim var idi Mendin vazgeçgüde bilmedim Maldın yara berildi azdın sen xor qilding söygümizdi köyarman so'zlarida men sana ko'ygandek so'yarman seni men seni suygandek yurarman jenitin aziz men seni ko'rganda ichinime suygimizga ozg'on yurak
sen har kıldın söygümüz Köyer mu çin yüreğinin ben sana köygende Söyler mu seni ben seni söygende Güler mu cinin aziz ben seni körgende İçinime söygümüzge azgan yürek İçinime söygümüzge azgan yürek Adaş yaxşımı? Yaxşı adaş. Tiranım tez o getdi. Oy gaqım adaş göher dep baldım göher. Qamaraysa. Ma altın göhernin adaş. Ay göher markistiki. Qarama o Mervayt yüz çaplıqını çaplap tiramdan tik-tikdən süzülüb getdi deysə. Bunun degan Mervaytın cəvərlidən alğan ki adaş şunu 100 tiramgim qara. Gırım qılmasam şunda tez op getdi. Şundayım, tez yaqıb baqa. Oy adaş mani artıq evapdı kemə. Bəmsən işiltib kür baqa. Birəmsə mağa əmini. Bədim adaş. Maqul adaş, rəhmət sana. Yox adaş. Rayonimizda güzellikli söygüçü hanım kızlarının oldun tanlışı bulup keliyotgan sifat ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecik mukofotga erishgan mahirni Shanxay Go'har Biopan Texnika guruhi cheklik şirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci derecik mukofotga erishgan mahirni Şinjan Cho'ng Ustam yemeklik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecik mukofotga erishgan mahirni Şinjan Herdembaq yemek içmek pay cheklik şirkati cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü derecelik mukofotga erishgan mahirni Şinjan imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mahirni bo'lsa, Şinjan Chuish jamoati bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Onun boshqa 6. derecelik mukofotga erishgan mahirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mahirni Şinjan Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mahirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lgaysizlar. Yaxshimizlar barliq ustozlar, hammalarning shu xayrlik bo'lsin. Mening ismim Subi, hamda Lavhi deb qo'ydi. O'zim qo'murloq. Ama ma'lum aylıkta emas misal uchun. Bir qisqadan fikrlarini anglab baqil, ya. Ma'qul, ma'qul. Navanda Subi deymizmi? Lavhi. Subi. Şu hamda yana men deyman hamda tunji qatimliq ish ovozlardilarkim shunday ta'sir qildi. Bumi shunday biz ham yaxshi ko'radigan, ham bak ko'p aytiladigan jiq nusxalar bor biz har xil banbinlari. Bu ukammi buni shundaylik o'ziniki naqs qilyapti. Shunday rahat, shunday ozoda aytdi. Bu musobaqaga qatnashga da'vat qilgani Subi emas, Lavhi. Mana bir deyiladi emasmi o'zi. Agar bundaq bo'lsa, bizning guruhga kelishni nihoyatda qizg'in qarshi olaman. Bizning guruhda biz bu ukam bilan nihoyatda yangicha yana bir hamkorliklarni, yana bundan bosqichlardagi yana mushu naqshiga o'xshagan ortiqchilikdagi yangi olatlarni namoyon qiladigan bir jarayonni birga bosib o'tish uchun bizning guruhga kelishni qizg'in qarshi olaman. Subi, bu Subi Lavhi deymiz. Şunama? Bek tirishchan balike. Ben qaylıqının bu fikam muşu biz öndidar qetishqandan keyin pat-pat manga naqsh yollaydi. Ba'zi mening naqshlarim bor, aka qandaroq aytibdimi? Mana. Bu bir tirishchanlikchi aka. Mush balniki ma hozir bugun o'rindigan naqsh bilan men bayamay anglab, 1-2 yilning oldidagi endi naqshini bizning ko'zimizga naqsh aytib, cheliqqa vaqtidagi ma farqi Mağın göstərən fərqi xeyli çoğ. Subi Lavhi inim izchil tirishiyotdi. Agar texmi tirishib, Tashmat akam bilan tam bir qalb qilib baqayl deydigan maqsad bo'lsa,
Benim grupam kelse ben bu ufkamını karşı alayım. Rahmet. Aldım atlan sen he. Bunun aşında micazda. Qara, gerçekten de üzüge düştük ilgiliki var, fınsızları var. Bu musabaqa qatnaşmışsın bunun naqşını anlaydigan adam yaman jiq. Muşu naqşlarning hammasini shu fınsızlarga aytmışlar pishirib etgan. Lekin bunun da bir mijaz var. Muşta bulalash kerak şu adam. Chiqalash kerak adam, tushalash kerak. Rahatdimi bo'lib beqish kerak. Japadimi tatib beqish kerak. Hem muhimi ma inimning mushadi ki ballarni, mushu ustozlarni bo'lgan hurmati, itrovi. Anda bu qanchalik e'tiborga erishdi, amdi ko'rdi taqa bu. Voy, loqini bizda var qilib yuradigan balamiki desak, bu alayt ideyasi bor ekan. Deymizda aman endi biz. Yaxshi qildim, qattiq. Bizga ham da arishib kelayotgan akkulab xili ulab qoldi. Bu nayt kichik pel. Aytashamat akam degandek bizning naqshlarimiz tang ashammi? Naqshlarni tang ugini bir yalik berib, bir uyalib bulolab qolsak, aka sening naqshang sen bilan aytaman deyalaydigan jurti bor ekan bu. Ha, mening gruppam kelsan texim aytmaysan. Man naqshimam bir xililik qiyin naqshida. Bunun da meyli hissiyat ifadalash bo'lsin, meyli ovozingizni ifadalash jihatdan bo'lsin, meyli biyoyan o'rinlash jihatdan bo'lsin. Bu rasmiylik yan chang qildigan naqshchu. Bir tarafdan mush naqshini o'rinlash bilan birga, yana bir tarafdan mush texnik orqali naqshining hissiyatlarini ifadalab menish. Siz bishidlam ovozingiz shuna to'lgan, alatda pishgan, shundaq bir sahna ko'rgan tajribasi bor. Bir naqshchi alatda shunda o'rindingiz, shunga sizga o'rildim. Mening gruppamga kelsiniz. Mushu yo'yimishdaq naqshlardan shunda jiq naqshlar bor. Andan keyin ma naqshini ma uyg'urcham shunda yaxshi kirishtiribsiz. Ma tekstlam shunda naq urg'unlari, tavushlari shundaq yaxshi chiqibdi. O'zingizga shunda singibdi ma naqsha. Gruppam kelsiniz, yana texmi jiq asarlar bor. Bilaymiz. Menmu Sübeyinimden tanışkılı xili oldu. Biz mu yurtlarda bir faaliyetlerde ançımı uçuruşup kılıp andım bu nayet micaz bek yaxşı çoğunu pətisdə görələydiğən, kiçik pətis görələydiğən nayet de kelişimlik deyimiz hem de. Andım ma tor dünyasıdır mı mesela sizge özgüç aşında bir bivas taqışıq bəzi bir xarakteri alaylıqlarıyla nurğulluğan fınsalan yetekler bazırıqca Üzdünki micazın xuşçaqçaqlıqı. Men andan bəzi naqşların şunda anılğan, andan bəzi ma tordaki naqşları qarsam bivas taqış üçün anç-munça çaqçaqlar bilan qılğandak mında bilibdim. Lekin ma bügən ma naqşını şəxsən mən bək yaxşı görməm. Ma bu Likoçin lavışı etib, onun denkin ben çıqdıdıq. Çınlacı dep şanganlıq bir yödü bir malım ba. Ailesken meylen muzikat. Şu çınlacı lavışına ben bilsəm şu lavıqı Sübi muşlandan örnek ağa şeydi. Andan burundan diqqət qılırıq mən bu naqşığa. Şoňa bayatın bəkiştik qaldım. Andan bügənki ifadəsini mən ras eyran qaldım. Mən ma bügənki naq meydanda əmmimizdən aldıda şunda yaxşı etdi. Mən xoş oldum. Demek biz hemmimiz xalaydigan bolduq. Loqin özümüzün grupumuzga alsaq, taxmin tirishib bo'lsa buni shu mushu musobaqada birinchi bo'lib ketsa degan. Unda bo'lgandan keyin buni Loqinning bu yurak so'zlarini anglayli. Bu bek gapga usta bu o'zi asli. Assalomu alaykum, ko'p rahmat ustozlar, yaxshi taklif fikr berdinglar. Men gapning rostida bek tamtirab ketdim. Telefonning oldida 10 necha ming odamga gap qilganda mesela ustozlar oldida biroz tamtiraydi ekan. Muşta bir sahne chiqish orzuyim bor diye, ustozlar bilan hammalar bilan birdan ko'rish orzuyim bor diye, hammalar bilan ko'rishdim. Taklif fikrlarini oldim, ko'pdan ko'p rahmat. Men bundaq bo'lib ketishini men o'ylamagan, hamma ustozlar o'rildi. Endi men mush sahnega boqalay. Mush ustozlardan birisi boqalay. To'g'ri. Sen oxir qarorini qilamsan. Bana qarabdı, bana qarablam ayandalan bir chiqib qo'ygandek turdi. Balkim shimolni biladi. Bu bizniki yosh bolalarimizdan bir Wang Hongsi-chu? Wang Hong. 小主播，挺有水平的，挺稳重的一个网红，也不是那一般我们经常看到的那种，他是正能量的。正能量的网红，好，唱得很好，希望你继续发挥作用，利用各种平台发挥正能量的作用。谢谢。对，你要继续。biz bu shu
lavhiga o'xshash energiyasi yaxshi ini sing'illarimizdan jiq foydalanishimiz kerak to'r sohasida, to'r dunyosida. Bu bola eg'ir, nihoyatda o'zini eg'ir vesak tutadi. Yaxshiga yaxshi, yomonga yomon muomala qila oladi. Haqni, nohaqni, yaxshi yomonni o'riyotadi. Biz mi diqqat qilib turyapmiz. To'g'rimi muhim dunyo? Bu hozirgi yuzlanish, umumyuzlik biz hammamiz qatnashmasak bo'lmaydigan dunyo. Lekin uning mavhumligi eng murakkab. Shuni bavo qilib yurmasak, asalla ko'migan ko'zimiz ko'migan bulung'ishqoqligiga kirib ketib qolamiz, putlashib ketib qolamiz. Lekin bu yenimdan men hozirga kelguncha unda igizpas parangni ko'midim, tarbiyalari bor. Undaq odamlarga nisbatan kutadiganlarimiz bek jiq sinildi. Men tamtirib ketib nima deyishim bilamadim ustoz. Agarda bo'lgan bo'lsa, men shu hamma ustozga tangla boqab, ustoz tang deyishgan bo'lsak, anaqa bo'lmaydi. Ağamızın yaşıldı ben hıcılıvadım ben temtirab kimni tanlashim bilamay bir xil temtirab yo'q birini tanlaysa cho'qim birini tanlaysa lekin hech qaz xafa bo'lmaydi men izam ega xotirjam bilan ay mush ish omdan bo'lmadi bo'ldi xotirjam bo'l qaysi yoshroqlarini tanlasangmi mana shu kishi kichikroqlarmi bor cho'ngroqlarmi bor sening oxirgi qaroring mening oxirgi qarorim Hanım qızlar olamning quyoshi, dil qonining angush tari. Dilkar kiyimlari ana shu angushtar kabi xonim qizlarning esil yarishiqidir. Zilva boylaringizga yarashgan dilkar kiyimlari bilan o'zgi dillarni mahliyo aylang. Dilimda bir yar, tanlashim dilkar. Dili oq, gul yuzlarning yorishig'i dilkar kiyimlari. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mamutchush, tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. Imzor kiyimlari Sağırıp pişkan ürüknün taze may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 75'te olturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen, balılıq çağlarımızda öylədi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam, səhər, o armanlarını çoqalağı yazğan qırallık çağlağı oxşaydı. Xoşallık izdigüçülər üçün turmuş ula yaqtırıp rəng bəygen rəsimdək huzurluqdur. Xalıqandı quşqa veya ki yağmurga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomliq ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayirlerini ozoluk bilen təminlep, terini tegidin süzük, yumuran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü del kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. 电视前的观众朋友们，我们本期节目到此结束，感谢你们的收看，我们下期节目再见。Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, Busan İpek Yolu Sadası programımız bu şada ahırlaştı. Kingston programımızda görüşkice xushvaqt bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh, aman bo'linglar. İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası. Sevginin yok
İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünüm yok sigrası Muşavazlar seynası İpek yolu sadası İnsan şah